gaplar tarqatib yuborishdi endi Gulnora Karimovaga olasan degan ekan Islom Karimov. Masalan, shunaqa voqea bo'lgan. Lekin shuni hech kimga aytmadim 30 yilcha. Qanaqa uni odamning mehri tushganini bilmayman. Chunki endi men unga отказ qildim. Meni qizim universitetni bitirib shuni olgin deganday qildilar-da endi. Lekin Islom Abdug'aniyevich men bir toshkentlik qizga uylanyapman desam, Sharof Rashidovich Toshkentlikdan ehtiyot bo'l degansiz bilan menga dedilar. Keyin endi siz Samarqandlik, men Samarqandlik, eng yosh deputat ekansiz deb boshladilar gapni. Keyin endi bu ish pashtal bo'lib qolgan. Sovchilar ham dedim, o'zingizni yoningizdagilar dedim. Kim dedilar? Davlat maslahatchisi Mavlo Umurzoqov, davlat maslahatchisi Xayrulla Jo'rayev. Uchinchi sovchi dedim, Kamolollik, u kishi ham o'sha yerda ishlaydi konsultant bo'lib, yozuvchi Abduqahhor Ibrohimov dedim, dramaturg. Dedim, butun prezident apparati sovchi, bu past to'y ham yaqin bu aniq bo'lib qolgan dedim. Mayli, baxtli bo'lgin, men to'yingga borsam, axronalarim to'yingni xunoq tashlaydi deb qo'taverdilar. Shu bilan bu gap shu joyda qoldi.